O'zbekistonda san'atkorlardan har bir to'y yoki konsert uchun soliq undirilishi mumkin. O'zbekistonda 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab san'atkorlar va boshlovchilar ko'rsatadigan barcha xizmatlarni soliq ilovasida ro'yxatga olish rejalashtirilmoqda. Bu 26-martdan jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan prezident qarori loyihasida ko'zda tutilgan. Bir xizmat, bir to'lov tamoyili. Qaror loyihasiga ko'ra ijrochilar 2026-yil 1-sentyabrdan 2029-yil 1-yanvarga qadar jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lashni bir xizmat bir to'lov tamoyili asosida ilovaga muvofiq qat'iy miqdorlarda amalga oshiradi. Bundan mehnat shartnomasi asosida mehnat vazifalarini bajarish bilan bog'liq ijodiy faoliyat olib borayotgan ijrochilar mustasno. 2029-yil 1-yanvardan boshlab ijrochilarning ijodiy faoliyati bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatishdan olingan daromadlariga jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkasi shartnoma qiymatidan kelib chiqqan holda, biroq qat'iy miqdorlardan kam bo'lmagan holda amalga oshiriladi. Bir xizmat bir to'lov miqdorlari to'lov miqdori ijrochining reytingi va xizmat ko'rsatish hududiga, Toshkent shahri, viloyat markazlari va qishloq joylarga qarab belgilanadi. Masalan, birinchi reyting guruhidagi ijrochi Toshkent shahridagi bir xizmati uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida to'lov amalga oshiradi. Ushbu to'lovlar ijrochi tomonidan ko'rsatiladigan har bir xizmat uchun undiriladi hamda uning miqdori tegishli ma'lumotlar mobil ilovada ro'yxatga olingan kunda amalda bo'lgan bazaviy hisoblash miqdoridan kelib chiqqan holda aniqlanadi. Ushbu to'lovlar bepul asosda xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham undiriladi. Madaniyat vazirligi tomonidan davlat tadbirlariga bepul jalb qilingan hollar bundan mustasno. Ijrochilar tomonidan xizmat ko'rsatish joyi sanasi to'g'risidagi ma'lumotlarni mobil ilovada aks ettirish tartibida amalga oshiriladi. Mobil ilovada ijrochilar tomonidan tegishli ma'lumotlar kiritilgandan va belgilangan miqdordagi to'lov amalga oshirilgandan so'ng avtomatik tarzda elektron ma'lumotnoma shakllantiriladi. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchilar uchun yakka tartibdagi tadbirkorlar sifatida aylanmadan olinadigan soliqni to'lash tartibi tatbiq etilmaydi. Eslatib o'tamiz, soliq to'lamaganlar jarimaga tortiladi. Huquqbuzarlik haqida xabar berganlar esa mukofotlanadi. Ushbu huquqbuzarliklar haqida xabar bergan jismoniy shaxslarga ushbu ma'lumot asosida o'tkazilgan tekshiruv yakuniga ko'ra huquqbuzardan undirilgan jarima summasi hisobidan qo'llanilgan jarimaning 20% miqdorida mukofot to'lanadi. 2029-yil 1-yanvardan boshlab konsert tomosha faoliyatini litsenziya asosida amalga oshiruvchi ijrochilar va ijodiy jamoa tomonidan faqat naqdsiz to'lov asosida amalga oshiriladi.